Bugun ba'zi hududlarda qor yog'adi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet 31-yanvar kuni kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaqinlik kuzatiladi. Harorat kechasi va kunduz 0,5 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaqinlik kuzatiladi. Harorat kechasi 2-3 daraja iliq, kunduzi 6-11 darajalik bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaqinlik kuzatiladi. Harorat kechasi 3-2 daraja iliq, kunduzi 6-11 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaqinlik kuzatiladi. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 8-13 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaqinlik kuzatiladi. Harorat kechasi 2-3 daraja iliq, kunduzi 3-8 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaqinlik kuzatiladi. Qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 3-2 darajalik bo'ladi.